Endi uyga ikkita odam olib kel, yer choptir, yer haydat. U paytlar o'tdi. 2025-yilda mini traktorlar paydo bo'ldi. Do'stlar, ko'ringlar, akamiz Tashlar Mag'lon bo'yicha mana shunaqa xizmatlar ko'rsataverar ekan. Bundan tashqari vaqtlaring ekonom bo'lar ekan. Shuni aytib qo'yasizlar, aka kelib 15 minut, yarim soatda ekzotik yerlarni bemalol haydab ketishi mumkin. Qadrdonlar, ko'ringlar, bu juda ham oson ekan. Shu yerlaringni uqalab orar ekan, masajlarini chiqarib orar ekan. Ko'ringlar, mana dahshat qilib yerlarni haydab, buni sotigini keladigan bo'lsa, bir sotigini hozir 35 ming so'mdan akamiz haydab beradi. Hozir ikkita odam olib kelsiz, bitta odam kelsiz, 150 ming, 200 ming so'mga chopib beraman deb ketadi obyektdan keyin. Bu akamiz yana soatda haydab tana qilib chiqib ketar ekan. Kimgadir mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. Akamiz Tashlar Mag'lon bo'yicha borib xizmat ko'rsataveradi. O'rtoqlar, mana shu videoni ko'ringlar, yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar va shunaqa yer haydatmoqchi bo'lgan o'rtoqlarimizga, do'stlarimizga yuborib qo'yamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar.